Rahmet bana bu fürsat bergenliğine. Men endi bu şığınga jıraqtımda qatnışımdaki asaslı sebep mi? Bu bizniki azırkı ahvalımızın tayin çatak. Onu men qayt tekrarlamışsak mı? Bilirsizler. Çünkü bu xil şunda qattiqchilikning ichida biz meniki eng manga shaxsan ta'sir qiladigan yeri bizniki o'zimiz masalasimizni bir dunyo sahnasiga chiqadigan yoki boshqaradigan o'zimizning sistemasini bo'lmasligi. Ana yana birisi boshqalarga biz o'zimizniki beshimiz kelayotgan bu bola qizlarni hozirgi ahvolimizni tushuntirish uchunmi bizning o'zimizga vakillik qilib vakillik sifatida başqalarga deyishga oldimizga chiqaradigan odamning bo'lmasligi. Mushning hammasi endi bu tunögün ülüşkün paydo bo'lgan masala emaschu. Biz masalan bu davom etasiz biz 70 yilning yog'i davomlashyapti. 70 yilning ichida biz nurg'un xatoliklarni o'tkazgan bo'ldik. Bu men shaxsan o'sha tarixni o'rganish orqali o'sha xatolikniki nerede qanday bo'lganligini men shaxsan o'rgandim. Ana bunun da yeterliklim var, yetersizliklim var. Ama bu yerde bir narsa iniq, bunu hemen bu kabul kılmay bulmaydı. Bizim ahvalımız ağırlaştı ki, yengilleşmemedi. Herkesin ümitli vatandaşlık başlıktan ki bağlap koyuş, menimce bu bir ancak akıllarına işlemez. Meyli Xitay kimni oturup bakınıp, xuddi toçku okşaş aldığı çıkırıp koysun, onun fakat mandaqcha aytganda bir qo'chaqliqni roli bor. Undan boshqa hargiz bizniki bishimiz kelayotgan bu ahvolni tuvallashtirish yoki yeniklashtirish yoki bo'lmasa biz bir alternativ mana bir yo'lni ko'rsatish rol bo'lsa hech qanday roli bo'lmaydi. Endi hozir o'ylab ko'ringlar. Biz 5 yilning yog'i bu kamp masalasini qildik. Nurg'unlagan odamlarning izlariga yo'q. Biz hech kuchini bilmaymiz. Hatta hiç kim, müşahede otağa hiç kaysınız, qanchalik adamның yo'qolib ketganligini bilmaymiz. Lekin bir narsa aniq ki, 3 milliondan ortiq odam hech gapdan hech gap yo'q begona, shu nimaning ichida, shu kampning ichida so'nib yotgan bo'ldi, sesib tugagan bo'ldi. Endi 100 kun bo'ldi bizga. Vatan xalqning hammasi uy turmuga aylandi. Mesela küçük balalardan tartıp ta 70 yaşçı boğan adamların hiç kayısı saklanmadı. Öyle de kaldı öte hatta bazen muşu nemege öyle sulaş başlangan vakti da bazen çoğu adamlar da özünü ötürü aldı. Özünü isip ötürü aldı bazen ayıldı. Niçin çoğu adam özünü isip ötürü alsa öydeki tamakını küçük balalar yerleydi o diyen anlatsın. Bir insanın bir milletin ki şu halatga berib yetishi bu neminingki bizga kelayotgan bu o'limninki eng yuqori baldiqiga yetganligidan derak berdi. Endi bizning mushu yig'in bugungi mushu surgun hukumatiningki bu bizning davlat bayrami munosabati bilan o'tkazgan bu konferensniki bir nimasi bor. Bizning kelgusimiz qanday bo'lishi kerak, biz kelgusida nima qilishimiz kerak degan maqsad bilan yechilgan yig'in. Shu şahsen ben sürgün hükümetiyle hiç kadar münasebetim yok. Lakin men bu şu bizninki hazırki küreşte kitivatkan bir a'zo bo'lish sütüm bilen meniki küreş kuvvetim, meniki alaqtorim, meniki his qilayotgan hem ügengen narsan boshqalarga bir qadar cho'nqurroq bo'lganligi uchun boshqalarga kelmayman degan yerga men kelishni to'g'ri ko'rdim. Nima uchun biz sürgün hükümetimizni oluşumuz gerek. Eğer başka da her kanda bir millet, bizden orumuz millet. Özününki davasını, özünün hakkını sırtıralayılan bir özünün işçi sistemi buluş gerek. Əməliyyatda bizim sürgün hükümeti kaydığın işi buluş gerek. Bilgin bu sürgün hükümetinin beşiği kilovatkan buzgunçuluk, meyli içki sırtın olsun, hem yerin kilovatkan ucunun cıklıqıdan hazır 7-8 olap çik-çikiden sökülüp gitti. Endi bunun ahvali qarsak, bunun içinde fakat bir sılı kanunluq. Onda olsa kanunsuzlarını qo'llamasak, onu neri tutursun desek mi? Ama kanunluqını qo'g'dash kerak. Kanunluqını qo'g'daganda bütün xalqqa hammasi teng qatnasha oladigan, teng ovoz bera oladigan demokratik usulda ichish kerak buni. Oldi bilan buni bir sistem paydo qilish kerakda, bir sut paydo qilish kerak.
Endi şuna bizningki 2 kunga bo'lgan bu maslahatning bir qismi endi biz bu saylom komitetini qanday paydo qilish. Endi saylom komitetini paydo qilishdan burun endi bizdagi boy yetersizlikni oldi bilan bunga biz diqqat qilmay bo'lmaydi-ku. Mening o'zimniki bilgan bir nimasi bu bizning hozir inqilob sekundidagi samimiylikning sadoqatmanlikning kamchil bo'lishi. Şunu biz shu nemin tanlagandimi? Şu salam komitetini tanlagan mushu nuqtaga bak diqqat qilish kerak. O'zining shaxsiy manfaatini vatan bilan tuproqning manfaatini ustun qo'ygan odamlar biz akirmaslik kerak. Aşnaq bo'lganda shataq chiqadi. Endi ikkinchidan bizdeki hozir bo'layotgan yana bir cho'ng kamchilik iqtidorli odamlarni biz o'zimizning sepiga jalb qila olmaslik. Unda bo'lganda bizda kam qo'saqlik yo'q degan gap. Biz kam qo'saq bo'lishimiz kerak. Ondan kimning iqtidori bo'lsa, mayli u yosh bo'lsin, qari bo'lsin, hurmat qilish kerak. O'sha bizningki inqilob sepimizga yordam bo'ldiganlar adam bo'lsa, uni akirish. Albatta men bayon degandek, sadoqatmanlik bilan bu bizningki bütün nimaga bo'lgan, inqilobga bo'lgan safliqning muhim masala. Ana uchinchidan bizga kelayotgan sirtdan kelayotgan buzg'unchilik haqiqatan oz emas. Masalan, Xitoy 2019-yili, 2020-yili bizga xarjlangan o'sha Tordan hujum qilib, bizni vayron qilish uchun xarjlangan 30 million. Ondan sonra 2020-yili harbiy bo'shab qolgani yo'q. 2002-yili maxsus bir shirkatni qurdi bular. Bu şirketning roli aşı bizim vatanning ichidagi o'zi chiroyli, yosh, mana nimada ekranda ko'z haqni jalb qila oladigan ashunaq bir turkum yoshlarni buni maxsus rekrut qilib o'zininki nimasiga oldi bular. Elib ashlarni o'zining ta'til tashviqotiga ishlatdi bular. Uning ta'til tashviqotini qilsanglar, ASP'ning yaqinda chiqqan bir report var, aslında köylü oldu. Yani bizim o vatanın sırtının vatanın işini kançayı biz dünya oturumuzda kıranesine aşı atılık veyran kılıp etti. Veyran kılıç uğrun değil, lakin bizim ahvalımızdan ufkalıqamı. Lakin bu yerdeki siliştirmeni meclisi alanın güçlülüküden bizdeki kilovatkan besim hakikaten yukarı. Onda olsa bazı vaxtda biz az güçlü bir yere ekersek mi hakikat diyen menge ölmeydi. Yani biz emniyet avazımızı uqturalayımız. Dünyaya yani özümüzü bulvatkan meselelerini uqturalayımız. Hem de şunun için az güçümüzü bir yere ekilişini, bir yere toplaşını için biz için yadro gerek. Bu yadro diye hükümet diyen şu. Bu bir mesele. Anladın bu yadronu bir yere ekilmemizde etkimiz bizde teşkilcanlık oluş gerek, bu sistem oluş gerek. Anladın kim azrak özü küçük olsa, azrak özündeki hukuku bo'lgan yoki bo'lmasa o'zi ozroq bo'lsinmi, kuchli bo'lgan bir intizorlik tufaylidan oldin o'ringa qo'yib, men bunday qildim, anday qildim, o'ziniki shaxsiy tashviqotga tushib ketgan chog'da bu ish nimaga vujud chiqmay qoladi-ku. Shunga tashkilchanlik degan bizda shu narsa bek muhim. Vaqt masalasi, tashkilchanlik, bizda bir ish bor deganda cho'qim kelish yoki qatnashish, shuning hammasi bizdeki yüzümüzden başka tüzüm bo'lgan vaqtida, yani politik tüzüm bo'lgan vaqtida andan biz nemini o'ydisin chiqardi. Andan bizdeki davlat qurish mavqe kallada da yetilib bo'lmadi-ku. Bizde mahallachilik yanma me'yor. Jutbozlik mahallachilik haqiqatan e'yor. Uni bo'sib tashlab biz kallamızda aldıran davlat qurish mavqesini shakllantirsak bo'ldi. O mevcut şeklinde bulanmağanlar hakikaten aldırıp mandaqsaq kirib qalğan vaqtida safni bulsu ki herkes faydalı işni qilmaydi. Şuna mushu jihatdan biz tarbiyaga diqqat qilishimiz kerak. Anadaki en oxirgisi 6-cı nokta mening to'plab o'tgani bizga bu deb nurg'un g'oyibiy narsani qo'yib oturuğa koyducu. İslam dinini asaslı İslam devleti kuruşumuz gerek andamanda da. Onun hemisi rastına etken çağda emniyetçilik buraya kuruk diye bu. Biz 21. asırda yaşayatımız. Bizdeki devletin kurgan iki cumhuriyetinin mevkası karısa aşı emniyette hazırki 21. asırdaki demokratik devletinin mevkası intayın yakın. İngilizce'de welfare deydi. Biz aşacak bu boğan aşnersin.
Bütün hem adam aç kalıdığan, yalan aç kaldığı adam yoktu. Yani bir minut. Bir minut. 30 sekund. Anondan keyin hamma narsa barobarmiz, qonunda barobarlik. Hamma adam har yil barobar bo'lish. Ashning hammasi bizning davlat mavqesiniki 4 nemisiga kirib bo'lgan narsa. Ash narsani kuchlantirish kerak. Ashlaq bo'lgan chaqda ana xalqni o'zimizga tortiy olamiz. Mana biz sistemani paydo qilganmiz ekanmiz, ash sistemani asos qilib ashlaq paydo qilish kerak. Endi mening eng oxir deydiganim Bayan Erkin efendim dedi, şu bizdeki saylam komitetini qanday qilganini barmoq keltiramiz. Degan bu saylam komitetini bu yana biraz da qo'shadigan yer ekan, buni bir bosh bo'lish kerak-ku. Öydekning ishki beshi bo'lmaydi. Öydekning ishki beshi bo'lgan zaman masala chiqadi-ku. Bunga bir bosh bo'lish kerak. Andan keyin bunga a'zoni biz asta-asta qabul qilib ekilish kerak. Oldi bilan 5 dan biriga kelish kerak. Aşı bir baş boğan adam, yani 4 adamla ekir 5 kılışını biliş gerek. Anandan keyin bunu 5'ni 7 kılış gerek. 7-9 oluş gerek, 9-11 oluş gerek. Aşna koğan çağda biz bu hazırki kanunluk ketivatkan, kanunluk tizimlerini boğan hükümetinin ki hak hukukunu qoğdap bilişilen bir vakta yana saylamlı ketivan constitution'ı, nizamlarını tüzüp çıkarlayımız, adamla kandatlayımız, sistemini qilib chiqaramiz. Ondan odamlarga sayna hazırlab etgan gap. Bular o'zlari debate qiladigan uchun uni qilish kerak. Andan keyin har bir davlatningki nupus bilan hamma bu kandidatningki nisbatini qanday qilamiz. Bu shuning hammasiniki bu yerda bunday bir qoida qonuniy turdi. Ashuni tuzishga odam kerak bizga. Mening gibi shunchalik bo'lsa, rahmat vaqtingizga. Bunu yan davamlıq biz deyişidigan məsələ. Rəhmət.